Barchaga assalomu alaykum azizlarim. Endi bodringga navbat. Bodringning foydali xususiyatlari haqida gapirib beraman. Qani ketdik. Ozmoqchi bo'lganlar, bir kunda bir stakan bodring suvini ichsangiz, juda ham tez ozdiradi. Bu ishtahani bug'adi. Salatlardan yesangiz, juda ham organizmga ham foydali, ham ozishda yordam beradi. Chunki bu qorinni to'q tutadi. Bodringning foydali xususiyatlari qonda xolesterinni kamaytiradi, bo'g'im og'riqlaridan xalos etadi, buyrak salomatligini mustahkamlaydi, qavziyatda samarali vosita, saraton xavfini bartaraf etadi, ovqat hazm qilishni, ortiqcha vazndan xalos bo'lishda yordam beradi, qon bosimini normallashtiradi, bosh og'rig'idan xalos etadi, nafas olishni yengillashtiradi. Bodringning foydali xususiyatlari juda ham ko'p azizlarim. Ko'p bodring iste'mol qiling. Salatlaridan, yana nimalaridan to'g'rab yesangiz ham bo'laveradi. Bodring bilasizlar, mazali sabzavot. Bugungi bodring haqida bilganlarim shu. Men bilan birga qoling. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarimda ko'rishguncha hammalaring Allohimga omonatsizlar.